2026 Chevrolet Tameros zamonaviy muskulyar segmentida kuchli dizayn, yuqori unumdorlik va ilg'or texnologiyalarni birlashtirgan sport avtomobil sifatida avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model afsonaviy Tamaro ruhini saqlagan holda yanada agressiv tashqi ko'rinish bilan ishlab chiqilgan bo'lib, old qismida keng havo kirish panjarasi, ingichka LED faralar va aerodinamik sport bamper joylashgan. Past kuzov balandligi va keng g'ildirak bazasi avtomobilning yo'lda barqarorligini oshiradi hamda yuqori tezlikda mukammal boshqaruv imkonini beradi. 2026 Chevrolet Tameros 6,2 litrli tabiiy aspiratsiyali V8 dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 480 ot kuchi va 637 Nm aylanish momenti ishlab chiqaradi. Bu esa avtomobilni haqiqiy performanti sport mashinasiga aylantiradi. Orqa g'ildirakdan tortish tizimi va 6 pogonali mexanik yoki 10 pogonali avtomatik uzatma haydovchiga maksimal nazorat beradi. Avtomobil oqdan 100 km tezlikka taxminan 3.9 soniyada chiqadi va maksimal tezligi 298 km/soatga yetadi. Bu ko'rsatkich Tameros'ni O sinfidagi eng tez muskulyar modellardan biriga aylantiradi. Magnetic 3D Control adaptiv osma tizimi yo'l sharoitiga avtomatik moslashadi va kundalik haydash hamda trek rejimida optimal qulaylik yaratadi. Brembo yuqori samarali tormoz tizimi kuchli tezlanish paytida xavfsiz va ishonchli to'xtash imkonini taqdim etadi. 20 dyumli alyuminiy sport diskalar avtomobilning agressiv tashqi ko'rinishini yanada kuchaytiradi va yo'l bilan mustahkam aloqa hosil qiladi. Tars 2 tom ichki salon haydovchiga yo'naltirilgan premium sport uslubida yaratilgan. Retro sport o'rindiqlari keskin burilishlarda tanani mustahkam ushlab turadi va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Rul sport uslubida tekis pastki qism bilan ishlab chiqilgan bo'lib, boshqaruvni yanada aniq qiladi. 12,3 dyumli raqamli instrument panel haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni real vaqt rejimida ko'rsatadi. 1 dyumli sensorli multimedia tizimi SIM